bundan 1,5 yil chamasi oldin man ish qilmasdan dam olib yurgan paytlarim edi. Kimdir meni suhbatga chaqirgan. Xullas esimda yo'q, qanaqadir bir kompaniya edi, qurilishga doirmidi, kichkinaroq kompaniya edi xullas. Mayli, hech bo'lmaganda qo'shimcha proyekt sifatida olsam bo'lar balkim deb gaplashgan borganman. Keyin direktor bo'lgan, operatsionniy direktorimida suhbatlashganmiz. Tushunchlik uchun 3 soat suhbat davom etgan. Prям 3 soat. O'zi standart bo'yicha face to face suhbatlar 1 soat maksimum davom etishi kerak. Telefonda intervyular esa maksimum 15 daqiqa davom etishi kerak. Вот. Keyin u mendan shaxsiy savollar so'rash boshlagan. Turmushga chiqqan ekansiz, qachon farzandli bo'lasiz degan. Keyin men aytganman, hali bilmayman, Alloh qachon nasib qilgan bo'lsa, o'shanda farzandli bo'laman deganman. Keyin aytgan, "Oy, xullas, vashshi tasavvurimga sig'maydi unaqa savollarni eshitib o'tirganim. Dahshat bo'lgan, shok bo'lib qolganman." Xullas gapiryapti-da. Sizni ishga olish riskovanniy ekan. Yaxshi professional mutaxassis ekansiz, lekin sizni ishga olish juda ham katta risk ekan. Chunki olganimdan keyin shu 7-6 oydan keyin siz baribir dekretga chiqib ketishingiz mumkin degan. Hatto biz u narsani bilmaymiz-da, endi unaqa narsalarga ham risk qilib o'tirish juda bir bilmayman qanchalik to'g'ri. Mana oradan shuncha payt o'tdi, men hali ham misol uchun farzandli bo'lganim yo'q. Misol agar o'sha yerda ishlayotgan bo'lganimda ham u quruqqa risk qilib balo-battarlar qilgan bilan men baribir Alloh aytgani bo'ladi-yu, biz unaqa chuqur kirib ketishimiz kerak emas-da. So'rab qo'yish kerak endi baribirga ham, lekin unaqa chuqur gipotezalar qilish kerak emas bunaqa keyslarda. Xullas, keyin aytganimdan keyin sizni ishga olish riskovanniy ekan, biz unaqa risk qilishimiz endi qanchalik to'g'ri bo'lar ekan degan. Keyin men unga o'zimning planlarimni aytganman. Rostdan ham men agar farzandli bo'lsam, qanchadir muddat ishlamoqchi emasman. Lekin men shunchaki proyektni tashlab ketib qoladigan odatim yo'q. Ketayotgan bo'lsam, albatta o'rnimga odam qo'yib, hamma narsalarni topshirib yoki shu muddatda dekretga chiqqunimga qadar o'rnimga o'zim shogird tayyorlab, o'zimdaqa qilib keyin ketaman deganman-da. Xullas, ham kabob ham kuymaydigan qilib ketaman desam, yo'q degan. Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Sizlar aytaverasizlar. Hech qachon ayol kishini ayol mutaxassisi ishxona xo'jayini bo'lmaydi. Ayol kishini direktori, xo'jayini birinchi o'rinda eri bo'ladi degan. Men o'ylanib qolganman-da uni gaplarini eshitib. Misol uchun tasavvur qiling, sizni shuna ishda o'tiribsiz, men sizga direktor bo'lib bitta ish buyurdim. Shunda bu yoqdan eringiz telefon qildi-da, aytdi. Tez uyga kel, ertadan boshlab ishlamaysan dedi. Siz kimning buyrug'ini bajarasiz? Meni buyrug'imni bajarasizmi, eringiz buyrug'ini bajarasizmi degan. Erim buyrug'ini bajaraman deganman. Ko'rdingizmi? Hech qachon ayol kishini haqiqiy xo'jayini direktor bo'lmaydi. Agar siz erkak kishi bo'lganingizda, birinchi o'rinda lavziz bo'lgan bo'lardi, hech bo'lmaganda direktorni buyruqlarini bajargan bo'lardingiz, xotiningizni gapiga kirgan bo'lmasdingiz degan. No, okey deganman. Keyin sizlar ayollar juda ham katta gapirasizlar-da. Men erga tegsam ham ishlamoqchiman yoki bolali bo'lsam ham men ishga kelaman deysizlar. Juda ham xato narsa bu. Mana bittasi, buxgalterim meni degan. Bolali bo'lganimdan keyin ham ishga chiqaman duvdi. 1 yil bola parvarishida o'tirdi. 1 yilmi, 1,5 yil o'tirdi. Men kuyganim qoldi. Voy, bolamni yaxshi ko'rib qoldim. Men shuncha kutib bolali bo'ldim, chiqqim kelmayapti deganman. Hech narsa qila olmaganman. Yana bittasi, bir baloyobat pozitsiyada ishlaydigan qiz degan. Erga tegsam, men ishlayman, ishlatadigan erga tegaman deb aytgan. Xo'p deb turmushga berganimizdan keyin eri rostdan ham ishlashga ruxsat bergan, lekin o'zi ishdan bo'shagan. Nima ishdan bo'shamoqchisan desam, erimni yaxshi ko'rib qoldim. Erimni sevib qoldim degan. Men ishlamoqchi emasman, uyda o'tirmoqchiman, erimga yoqmoqchiman, erimga qaramoqchiman deb aytgan dotdi-da. Вот. Shundan keyin o'ylanib qoldim. Shunaqa momentda men direktor bo'lib hech nima qo'limdan kelmaganman, hech nima qila olmaganman. Ayol kishiga biror narsa qila olmaysiz degan. Keyin olib kelib gapini xulosasi nimaga kelib taqalgan?
ayol kishi har doim, ya'ni ayol xodimlar diskriminatsiyani qarangda, ayol xodimlar har doim erkak xodimlardan bir pog'ona pastda turishi kerak degan. Nimaga deganda, erkaklar ayollarga nisbatan nima deydi, o'shanaqa risk, ya'ni tavakkalchiliklari kamroq bo'ladi chem ayollarga nisbatan, va oyligiga kelganda ham ayollarga ayol bilan erkakga o'sha pozitsiyaga bir xil maosh to'lanishi kerak emas. Har doim erkak kishiga ozgina ko'proq, ayol kishiga bir xil lavozimda ishlasa ham kamroq to'lanishi kerak, chunki uni o'shanaqa risklari bor degan. Tushunyapsiz-a? Shokda qolganman. Nima deysizlar endi bunaqa odamlarga? Hech narsa demaysizlar? Ha, okey deganman. Misol uchun deyapti, mani ayolim shunaqa bir yevropeyskiy ayolga uylandim deyapti, va u menga aytdi, man sizni kirizni yuvmayman, man otga bormayman, man sizni narsalaringizni dazmol qilmayman deydigan ayol edi. Bitta cho'pni u yoqdan olib bu yoqqa qo'ymasdi deyapti-da. Va bolali bo'lganimizdan keyin men shuni ayolimga qarayapman. Chaqalog'i bo'qini hidlayapti ayolim, pampersda deyapti. Erkak kishi menga shu gapni aytyapti. Prikиньте, tasavvur qilasizmi? Ayolim chaqalog'imizni bo'qini hidlayapti. Voy, adasi qarang, bugun yashilroq chichibdi-da. Cho'ta qornim dam bo'ldimikan? Voy, adasi qarang, bugun sal ichi qotib qopti. Voy, cho'ta bugun o'sirmadi-ya. Bir kunda 3 mahal o'sirish kerak edi, o'sirmadi deyapti. Mamutdagi cho'pni mamutga olib qo'ymaydigan ayolim o'shanaqa deyapti. Ko'ryapsizmi, ayollarning qanaqangi bir instinktlari borligini, bugungi qilayotgan ishi ertaga to'g'ri kelmasligi mumkin. O'shaning uchun ularni ishga olish ham tavakkalga asoslangan deyapti-da. Blin, okey dedim, nima qilish kerak shunga? O'shanga deydi, sizga menimcha summa emas, menimcha oylik beraman deydi. Shuni qaradim-da, kechirasiz. Menga u oyligingiz ham, bu oyligingiz ham kerak emas dedim, surdim otdan. To'g'risida ketib qoldim. Keyin ertasi kuni telefon qildirgan o'sha buxgalter qiziga, meni chaqirgan ofis menejer qiziga, mayli o'sha aytgan summasini ham beramiz, ishga chiqsin, u yoq bu yoq degan, chiqmadim. Chunki endi baribir nima desamkin, rahbar bilan HR ni fikrlashi bitta to'lqinda bo'lish kerak deb o'ylayman. U odamni o'ylashi ham qaysidir ma'noda noto'g'ri emas. Men qo'shilaman, haqiqatan bu qaysidir ma'noda to'g'ri. Endi diskriminatsiya qilib ayol erkak deb ajratish kerak emas, lekin har holda noto'g'ri gapirayotgani yo'q o'sha odam. No. Ayol kishiga baribir все-таки suhbat davomida unaqa nekompetentniy gaplarni aytishi, bunaqa savollarni berishi dan kelib chiqqan holda shuni xulosa qiladigan bo'lsak, ertaga tasavvur qiling, birga ishlayotganda u qanaqa temalar haqida gapirishi mumkin. U nimalar deyishi mumkin-da. Birinchi ko'rib turgan odamga shunaqa gaplarni aytayotgandan keyin. Shundan keyin hafsalam pir bo'lgan. Hozir shunaqa kommentariy yozgan uchun shu qizga ham javob qilgim keldi. Menda ham xuddi shunaqa keys bo'lgan uchun esimga tushib ketdi. Вообще-то erkaklarni ayol kandidatlar bilan gaplashayotganda bunchalik chuqur kirishib ketish kerak emas. Bu вообще hech kim, ayollar ham umuman suhbat olayotganda chuqur kirishib ketish kerak emas. Siz faqat kompetensiyalarni o'lchashingiz kerak. Siz umuman to'g'ri keladigan savollarni berishingiz kerak. Bo'ldi, keys savollarni berishingiz kerak. O'ta lichniy savollarni berishingiz kerak emas suhbatda. Yana sizda shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Birgalashib tahlil qilamiz.